Toshkent viloyati va poytaxtga kuchli ta'sir qiluvchi dorilar oqimini yo'lga qo'ygan yirik jinoiy guruh qo'lga olindi. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining giyohvandlik va narkojinoyatlarga qarshi kurashga qaratilgan qarori ijrosi doirasida mamlakat bo'ylab xavfsiz va sog'lom yurt tezkor profilaktik tadbirining 3-bosqichi izchil davom ettirilmoqda. Xususan, Toshkent viloyati Ichki ishlar bosh boshqarmasi va Davlat xavfsizlik xizmati viloyat boshqarmasi hamkorligida o'tkazilgan keng ko'lamli tadbirda Farg'onadan poytaxtga katta miqdorda kuchli ta'sir qiluvchi dori vositalarini yetkazib, ularni sotish bilan shug'ullanib kelgan jinoiy guruh faoliyati fosh etildi. Toshkent tumanida o'tkazilgan tezkor tadbir davomida 1985-yilda tug'ilgan ayol nazoratdagi xaridorga kelishilgan kuchli ta'sir qiluvchi dori vositasi 750 ming so'mga 13 yoshli qiz jiyani orqali yetkazib bergan vaqtida qo'lga olindi. Tadbir davomida uning uyidan 162 dona kuchli ta'sir qiluvchi dorilar topilib, daliliy ashyo sifatida rasmiylashtirildi. Achinarlisi, ayol o'z manfaatini ko'zlab qilmishini amalga oshirishda, hatto voyaga yetmagan jiyanini ham vosita sifatida foydalanishdan tap tortmagan. Shundan so'ng tezkor tadbir davom ettirilib, ushbu ayolni dorilar bilan ta'minlab kelgan Toshkent shahrida yashovchi 2 shaxs ham 23 million so'm evaziga 278 dona shu turdagi dorilarni sotgan vaqtida qo'lga olindi. Ular avtomashinasi va yashash xonadonida 67 dona kuchli ta'sir qiluvchi dori vositasi saqlab kelayotganligi aniqlanib, hujjatlashtirildi. Jinoyat zanjirini to'liq uzish maqsadida tezkor tadbir Farg'ona viloyatida davom ettirilib, Dang'aralik 39 yoshli ayol hamda Qo'qonlik 39 yoshli 2 erkak 738 dona kuchli ta'sir qiluvchi dorilarni 44 million so'm evaziga shartli xaridorga sotgan vaqtida qo'lga olindi. Toshkent viloyati huquqni muhofaza qiluvchi organlari tomonidan o'tkazilgan mazkur tezkor qidiruv tadbiri natijasida 1343 dona kuchli ta'sir qiluvchi dori vositasi musodara qilinib, minglab fuqaroning mazkur dorilardan zararlanishi va dorilarga qaram bo'lib qolishining oldi olindi. Holat yuzasidan O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 251-prim 1-moddasi 4-qismi bilan jinoyat ishi qo'zg'atilib, 6 nafar gumonlanuvchiga nisbatan qamoq ehtiyot chorasi qo'llanildi. Tergov harakatlari davom etmoqda. Eslatib o'tamiz, giyohvandlik moddalari bilan qonunga xilof muomala qilish 20 yilgacha ozodlikdan mahrum qilish bilan jazolanishi mumkin.